Assalomu alaykum, efirda axborot dasturi. Dasturimizni rasmiy xabarlar bilan boshlaymiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Oliy ta'lim, ilm, fan va innovatsiyalarni rivojlantirish bugungi kunda har qanday mamlakatning barqaror taraqqiyotini ta'minlashda hal qiluvchi omil, strategik ustuvor vazifa hisoblanadi. 21-asrda aynan bilim, texnologiya va intellektual salohiyat mamlakatning iqtisodiy qudratini, uning raqobatbardoshligini hamda tez o'zgarayotgan dunyoga moslasha olish qobiliyatini belgilab beradi. Ta'lim, ilm, fan, innovatsiya tizimini izchil, uzviy va o'zaro chambarchas bog'liq holda yo'lga qo'ygan davlatlar sifat jihatidan yangi bosqichdagi rivojlanish manbalari ega bo'ladi. Bu esa yuqori texnologiyali va raqobatbardosh tarmoqlarni barpo etishdan tortib, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega kuchli inson kapitalini shakllantirishgacha bo'lgan keng qamrovli imkoniyatlarni yaratadi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, ushbu sohalarga ustuvor ahamiyat qaratish jadal taraqqiyotning muhim omili hisoblanadi. Janubiy Koreya bir necha 10 yillar oldin agrar va nisbatan kambag'al mamlakat bo'lganiga qaramay, ommaviy oliy ta'limni rivojlantirish, ilm-fanni qo'llab-quvvatlash hamda universitetlar bilan sanoat o'rtasida mustahkam hamkorlikni yo'lga qo'yishga alohida e'tibor qaratdi. Natijada mamlakat qisqa tarixiy davr ichida global texnologik yetakchilardan biriga aylandi. Singapur esa deyarli tabiiy resurslarga ega bo'lmagan holda bilimga asoslangan iqtisodiyotni shakllantirdi, ta'limga investitsiya kiritdi va bu jarayonga dunyoning eng kuchli ilmiy kadrlarini jalb qildi va natijada eng rivojlangan davlatlar qatoriga kirdi. Xitoy esa universitetlar, ilmiy tadqiqot va innovatsion ekotizimlarga izchil sarmoya kiritish orqali qisqa vaqt ichida yuqori texnologiyalar sohasida jahonda yetakchilardan biri bo'ldi. Albatta, O'zbekiston uchun ham mazkur yo'nalishlarni rivojlantirish strategik ahamiyatga ega. Chunki bu iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, mehnat unumdorligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va mamlakatning jahon maydonidagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi. Kezi kelganda tan olish kerak, avvallari sohada qator jiddiy muammolar mavjud edi. Oliy ta'limga kirish imkoniyatlarining cheklangani, o'quv dasturlarining eskirgani, ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish yetarli emasligi, xalqaro integratsiya darajasining pastligi hamda iqtidorli yoshlarning xorijga ketishi va tabiiyki bularning barchasi rivojlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatardi. Mazkur yo'nalishdagi islohotlar davri, ya'ni burilish nuqtasi 9 yil avval boshlandi. Shu vaqt ichida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakatda oliy ta'lim, ilm, fan va innovatsiyalar sohasini modernizatsiya qilishga qaratilgan tizimli siyosat amalga oshirilmoqda. Ta'lim standartlari yangilanyapti, kredit modul tizimi joriy etildi, oliy ta'lim muassasalari tarmog'i kengaymoqda, xalqaro hamkorlik kuchaytirilyapti, xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan ta'lim dasturlari soni ortmoqda. Milliy universitetlar esa jahon reytinglarida yuqori o'rinlarni egallay boshladi. Shu bilan birga ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish, ilmiy kadrlar tayyorlash, innovatsion infratuzilmani shakllantirish va ishlanmalarni iqtisodiyotga joriy etish bo'yicha ham dasturlar amalga oshirilmoqda. Albatta, bu chora-tadbirlar sezilarli natijalar ko'rsatyapti. Yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrovi oshdi, ta'lim sifati yaxshilandi, ilmiy jarayon faollashdi, innovatsion iqtisodiyotda ishlash usullari shakllanmoqda. Umuman olganda, o'zgarishlar mamlakatning uzoq muddatli rivojlanishi va texnologik taraqqiyoti uchun mustahkam poydevor yaratmoqda. Alohida ta'kidlash joiz, mazkur yo'nalish davlatimiz rahbarining doimiy e'tibor markazida. Muntazam ravishda yig'ilishlar, taqdimot va video selektorlar o'tkazilib, ularda ta'lim, ilm, fan va innovatsiyalar sohasining dolzarb masalalari muhokama qilinadi. Aniq qarorlar qabul qilinib, yangi vazifalar belgilab beriladi. Bugungi taqdimot ham sohaning davlat siyosatida yuqori darajada ustuvor ahamiyatga ega ekanini yana bir bor namoyon etyapti. Hurmatli prezidentimizga taqdimot tayyorlaganmiz. Bu oliy ta'lim fan innovatsiyalar tizimini transformatsiya qilish bo'yicha takliflarimizni ishlab chiqdik. Bu transformatsiya doirasida raqobatga asoslangan oliygohlarni milliy reyting tizimini ishlab chiqish, bundan tashqari ularni moliyalashtirish tizimlarini demak yangidan tashkil etish, 6 ta asosiy maqsadlarni belgilab olib, ular bo'yicha 2030-yilgacha ham KPI'larni belgilab, ularni amalga oshirish. Bularning orasida albatta oliygohlarimizni global darajaga ko'tarish, shuningdek xorijiy professor o'qituvchilarni mamlakatimizga demak sonini oshirish, xorijiy talabalarni jalb qilish, bundan tashqari global innovatsion indekslarni oshirish kabi maqsadlar oldimizga qo'yganmiz va bu maqsadlarni bosqichma-bosqich amalga oshirishimizni va prezidentimizga qanaqa tartibda bajarishimizni taqdimotini tayyorlaganmiz.
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda oliy ta'lim qamrovini kengaytirish, ta'lim sifatini oshirish, ilmiy salohiyatni mustahkamlash va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Qolaversa, tizimdagi mavjud salohiyatdan samarali foydalanish, ilm-fanni iqtisodiyot bilan uzviy bog'lash, ta'lim va tadqiqot integratsiyasini chuqurlashtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Shu munosabat bilan taqdimotda oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar tizimini takomillashtirish yuzasidan ishlab chiqilgan yangi chora-tadbirlar ko'rib chiqildi. Jumladan, U10 O'zbekistonning global darajadagi ilg'or universitetlari dasturi amalga oshiriladi. Dastur doirasida tanlov asosida 10 ta oliy ta'lim tashkilotiga Milliy tadqiqot universiteti maqomi berilib, ularda ilmiy klasterlar tashkil etiladi. Mazkur tanlov professor, o'qituvchi va olimlar salohiyati, ishtirokchi tashkilotlarning milliy va xalqaro reytinglardagi o'rni, ilmiy infratuzilmasi hamda moliyalashtirishdagi ulushi kabi ko'rsatkichlar asosida o'tkaziladi. Tashkil etiladigan ilmiy klasterlar mahalliy va xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari, ilmiy muassasalar hamda sanoat korxonalari hamkorligidagi konsorsium sifatida faoliyat yuritadi. Milliy tadqiqot universiteti maqomi berilgan universitetga ilmiy klaster tashkil etish uchun ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan 150 milliard so'mgacha mablag' ajratiladi. Shuningdek, oliy ta'lim tizimida natijaga yo'naltirilgan moliyalashtirish mexanizmlarini joriy etish nazarda tutilmoqda. Xususan, 2027-yildan boshlab oliy ta'lim tashkilotlarini ularning milliy reytingdagi natijalariga ko'ra moliyaviy rag'batlantirish tizimi yo'lga qo'yiladi. Bunda universitetlar ta'lim sifati, ilmiy faoliyat, xalqaro hamkorlik, raqamlashtirish va bitiruvchilar bandligi kabi mezonlar asosida baholanadi. Davlat granti asosida ta'lim olayotgan talabalar uchun oliygohlarga ajratiladigan mablag'lar miqdorini shakllantirishda ham yangi yondashuvlar taklif etildi. Endilikda ta'lim yo'nalishining murakkabligi, mehnat bozori ehtiyojlari, universitet reytingi, hududiy omillar va professor o'qituvchilar mehnatini rag'batlantirish kabi ko'rsatkichlar inobatga olinadi. Ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirishning yangi tizimi joriy etilishi ko'zda tutilmoqda. Xususan, davlat ilmiy dasturlari doirasida ajratiladigan mablag'larning kamida 50% ustuvor yo'nalishlarga sarflanadi. Loyihalarni saralash, xalqaro ekspertiza, ilmiy texnik kengashlar va tarmoq korxonalari bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Shuningdek, oliy ta'lim va ilmiy tashkilotlar faoliyatida ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirishni kengaytirishga qaratilgan yangi tizim taklif etildi. Jumladan, oliygohlarning spin-off korxonalarini tashkil etish orqali tarmoq korxona, oliy ta'lim tashkiloti, ilmiy tashkilot zanjiri asosida innovatsion mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish nazarda tutilmoqda. Bu orqali ilm-fan natijalarini amaliyotga joriy etish, texnologik transferni kuchaytirish va universitetlarning tadbirkorlik faolligini oshirish maqsad qilingan. O'zbekistonni mintaqaviy ta'lim hubiga aylantirish maqsadida xorijiy talabalarni jalb etish bo'yicha yangi mexanizmlar taklif qilindi. Jumladan, har yili respublika davlat oliy ta'lim tashkilotlarida 500 nafargacha iqtidorli chet el fuqarolariga oliy ta'lim olish uchun grant ajratishni nazarda tutuvchi yangi O'zbekiston stipendiyasi dasturini amalga oshirish belgilanmoqda. Taqdimotda sohada boshqaruv samaradorligini oshirish, raqamli ta'lim va sun'iy intellektni rivojlantirish, yoshlarning innovatsion tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan boshqa muhim tashabbuslar ham muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari taqdim etilgan takliflarni har tomonlama puxta ishlab chiqish, ularni bosqichma-bosqich joriy etish orqali oliy ta'lim va ilm-fan tizimini yangi darajaga olib chiqish muhimligini ta'kidladi. Mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Hurmatli prezidentimiz huzurida oliy ta'lim, fan va innovatsiya sohasini rivojlantirish bo'yicha ikkita farmonimizni muhokamasi bo'ldi. Bu farmonlar tarixiy farmonlar deb aytishimiz mumkin. Birinchi farmon oliy ta'lim tizimini transformatsiya qilishga bag'ishlangan bo'lib, bunda oliy ta'limni sondan sifat darajasiga ko'tarish bo'yicha hurmatli prezidentimiz bergan topshiriq asosida bu farmon tayyorlandi. Bunda qator tizimli muammolarni yechish bo'yicha aniq takliflar kiritilgan hurmatli prezident tomonidan. Birinchi qo'yilgan masala albatta hududlarning muammosini, tarmoqlarning muammosini yechimiga qaratadigan oliy ta'lim muassasalari bo'lish kerak. Bu esa o'z navbatida global reytinglarda ham o'zini kuchli mingtalikka kirish imkoniyatini beradigan bu tizim hisoblanadi. 10 ta universitetni hozir global reytingda mavqeini oshirish bo'yicha tizimli topshiriqlarni oldik. Hurmatli prezidentimizdan birinchi navbatda bu universitetlarda ilmiy salohiyatini,
ko'tarish, ulardagi olib borilayotgan o'quv reja va dasturlarini dunyodagi kuchli universitetlarning dasturlariga moslashtirish, ish beruvchilarning ehtiyojidan kelib kadrlar ishlab chiqib tayyorlash va eng asosiysi bularni bandligini ta'minlash masalasi turibdi. Keyingi yildan universitetlarimiz oldida turadigan masala milliy reytingga kirish uchun birinchi navbatda shu sifatli ta'limni ta'minlab berish kerak. Ikkinchi, bitiruvchilarni bandligini ta'minlash kerak bo'ladi. Ilmiy tadqiqot ishlari kelajakda albatta hududni yoki tarmoqni muammosi yechimiga qaratilgan bo'lishi kerak va ularni xalqaro darajadagi olib borilayotgan demak aloqalari ham bu universitetga investitsiya kirish nuqtai nazaridan o'zining ta'sirini ko'rsatish kerak. Bularning barchasi ushbu farmonda o'zini aksini topgan. Endi kelajakda demak ilmiy tadqiqot ishlari bajariladigan bo'lsa, bu PhD bo'ladimi yoki Doctor of Science deymiz. Ana shu dissertatsiyalarni albatta hududning muammosidan kelib chiqib, tarmoqning muammosidan kelib chiqib amalga oshiriladi. Mana shu top 10 talik universitetga milliy tadqiqot universiteti maqomi beriladi. Ular strategik yo'nalishlarga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishadi. Bu suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi, energetika sohasida, mashinasozlik, metallurgiya, sun'iy intellekt sohalarida 10 ta milliy tadqiqot universiteti tanlab olinadi. Bu demak reytingda eng salohiyati yuqori bo'lgan universitetlar bo'lib, bu universitet atrofida tarmoq universitetlar, tashkilotlar demak mujassam bo'lib, kelajakda aniq respublikamiz uchun ustuvor bo'lgan yo'nalish bo'yicha tadqiqot ishlari olib boriladi. Bundan tashqari gumanitar sohasidagi kadrlar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasasi bilan texnika sohasidagi oliy ta'lim muassasasida talabalarga ketadigan xarajatlar har xil. Texnika sohasida 2-3 marta ko'proq xarajat ketadi, chunki bu xarajat birinchi navbatda texnologiyalarning yangilanib turishi 5 yil 10 yilda. Buning uchun talabalarga doim yangi laboratoriya uskunalari bo'lishi, yangi texnologiyalarni olib kelib ko'rsatilishi bu davlat zimmasiga tushadigan bu xarajat. Endilikda talabalarni tayyorlashda ketadigan aniq xarajat bilan bog'lab moliyalashtirish tizimi yo'lga qo'yiladi. Yana bitta farmonga hurmatli prezidentimiz imzo chekdilar. Bu ham bo'lsa, ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirish bo'yicha, ya'ni spin-off kompaniyalarni tashkil etish bo'yicha mana bilamizki, dunyoda spin-off kompaniyalari tashkil etilgan universitetlar hozir dunyoda eng yetakchi universitetlar hisoblanadi. MIT, Oxford va shunga o'xshagan Cambridge universitetlarida bitta MITning o'zida 1.9 trillion dollarlik spin-off kompaniyalari tashkil etilgan. Bu demak butun dunyoda yaxshi rivojlangan tizimni O'zbekistonda joriy etish bo'yicha prezidentimiz farmonni imzoladilar. Ya'ni investorlar 75% ulushi, oliy ta'lim muassasasi 25% ulushi bilan yangi spin-off kompaniyasini tashkil etib, bu yerda shu universitetlardagi yangi ilmiy tadqiqotlarni ishlab chiqarishga joriy etish bo'yicha hamkorlikda ishlar olib boriladi. Bu esa o'z navbatida ham universitetni, ham iqtisodiyotimizni rivojlanishiga o'zini hissasini qo'shadigan tizim bo'lib xizmat qiladi. Prezidentimiz barcha tashabbuslarimizni qo'llab-quvvatladilar va bunga qo'shimcha ravishda oliy ta'lim sohasida dual ta'limni qo'llamini kengaytirish topshiriqni berdilar. Germaniya tajribasini chuqurroq o'rganib va uni olib kelib oliygohlarimizda tatbiq etishi qo'shimcha topshiriq sifatida berdilar. Bundan tashqari xususiy sektor rivojlantirdik, xususiy oliygohlarimiz ko'paydi. Shu ishlarni endi sifatini ta'minlab berishimiz kerak degan topshiriqlarni berdilar. Endi bundan buyog'i oliy ta'lim tizimi bo'yicha, ilm fanni rivojlantirish bo'yicha sifatga qarab kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirishimiz kerakligi bo'yicha topshiriq oldik. Bu taqdimotda bizni agentligimizga eng avvalo demak sifatni ta'minlash, ishlarimizni sifat bilan bog'lash vazifalari bildirildi. Aniq chora-tadbirlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, demak bu o'sha oliy ta'lim tashkilotlarini milliy reytingini shakllantirish va aynan shu milliy reytingga bog'lab moliyalashtirishni ko'proq rag'batlantirish. Endi bundan buyon tizimimizda ko'proq ta'lim sifatini ta'minlagan bo'lsak, talabalarga qo'shimcha qulayliklar, professor o'qituvchilarga ilmiy tadqiqot uchun sharoitlar yaratib bergan demak oliygoh ko'proq miqdorda moliyalashtirish tizimini tatbiq qilish bo'yicha ko'rsatmalar berib o'tdilar. Buni mana 27-yildan boshlab ishga tushiramiz. Yana bir muhim jihat bu bugungi kunda juda ko'plab olimlarimiz, professor o'qituvchilarimiz qiynab kelayotgan masalalardan biri bu ilmiy tadqiqot loyihalarini moliyalashtirish, ularni davlat tomonidan qo'shimcha rag'batlantirish choralari bo'ldi. Bunda ham demak o'sha ilg'or tajribani o'rgangan holda ilmiy tadqiqot loyihalari tanlovini tashkil etishda ularni demak saralab olish, tanlovda ekspertiza jarayonlarini takomillashtirish, unga xalqaro ekspertizani ham tatbiq etish bo'yicha davlatimiz rahbari aniq ko'rsatmalarni berib o'tdilar. Yana bir muhim jihat oliygohlarimizni global darajaga olib chiqish tashabbusi bo'ldi. Bu bo'yicha Germaniya, Xitoy tajribalari asosida ilmiy salohiyati yuqori bo'lgan oliygoh
ta'limgohlarni tanlab olib, ularda mamlakatimizni rivoji uchun muhim bo'ladigan sohalarga ilmiy ixtisoslashtirgan holda, demak, global darajadagi universitetlar qatoriga ko'tarish vazifalari oldimizga davlatimiz rahbari tomonidan qo'yib belgilab berildi. Farmonning asosiy maqsadi 5 ta tamoyilida, ya'ni ta'lim, tarbiya, tadqiqot, tijoratlashtirish va tizimli takomillashtirish asosida oliy ta'lim, fan va innovatsiyalarni tizimini rivojlantirish, oliy ta'lim muassasalarini dunyoda xalqaro raqobatbardoshligini o'stirish va ularni yoshlar uchun ilmiy intellektual markaz sifatida shakllanishiga yordam beradi. Ushbu hujjat bilan UN, ya'ni O'zbekistonning ilg'or 10 ta oliy ta'lim muassasalari, ilg'or 10 ta universitetlari dasturi amalga oshiriladi. Bunda birinchi navbatda oliy ta'lim tashkilotlarining stratifikatsiyasi, ya'ni maqomlari beriladi. Bunda milliy tadqiqot, hududiy oliy ta'lim muassasalari, sohaviy oliy ta'lim muassasalari, san'at, madaniyat oliy ta'lim muassasalari bo'yicha stratifikatsiya qilinadi va bu dastur doirasida O'zbekiston uchun 10 ta milliy tadqiqot oliy ta'lim muassasalari, milliy tadqiqot universitetlari tanlab olinadi. Bu tanlov Innovatsion rivojlantirish agentligi tomonidan amalga oshiriladi. Tanlovni amalga oshirish uchun dunyoning eng nufuzli tashkilotlari va top 300 talik reytingga kirgan oliy ta'lim muassasalari ekspert sifatida jalb qilinadi. Endi ilmiy klasterni ko'radigan bo'lsak, ilmiy klasterda milliy tadqiqot, mahalliy oliy ta'lim muassasasi, nufuzli xorijiy oliy ta'lim muassasasi, tadqiqot tashkilotlari va soha tashkilotlari yaxlitligidagi bir umumiy klaster tashkil qilinadi. Bu klasterlar davlat ilmiy dasturi doirasida ilm, fan va innovatsiyaning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha ilmiy tadqiqot olib borish uchun har bir klasterga 150 milliard so'mgacha moliyalashtirish ko'zda tutilgan. Ilmiy klasterga tanlov kriteriylari yo'nalishi sifatida 4 ta asosiy kriteriyalar olingan. Bu ham bo'lsa, ilmiy klasterda ishtirok etuvchi milliy tadqiqot, mahalliy oliy ta'lim muassasalari, tadqiqot institutlari hamda nufuzli oliy ta'lim muassasalarini professor o'qituvchilari va tadqiqotchilarining salohiyati hisobga olinadi. Bu birinchi yo'nalish. Ikkinchi yo'nalish ilmiy klasterda ishtirok etuvchi mahalliy oliy ta'lim muassasalari va xalqaro nufuzli oliy ta'lim muassasalarini xalqaro va milliy reytinglari hisobga olinadi. Uchinchi yo'nalishi ilmiy tadqiqot va ta'lim infrastrukturalarini qanchalik ekanligi. Bu ham bo'lsa, o'sha klasterda moliyalashtirishga o'sha tashkilotlarni ulushi hisobga olinadi. Respublikamiz oliy ta'limini rivojlantirishga, takomillashtirishga bag'ishlangan hurmatli prezidentimizning farmonlari oliy ta'limni keyingi eng muhim bosqichlardagi rivojlantirish yo'nalishlarini belgilab beradi. Milliy tadqiqot universitetlari maqomini berish mana dasturi e'lon qilinyapti. Bu degani hamma oliy o'quv yurtlariga bir xilda imkoniyat yaratish emas. Ya'ni salohiyati mavjud, kuchli, harakat qilgan universitet, jamoa o'ziga ko'proq imkoniyatlarni olishi mumkin. Buning uchun ilmiy salohiyatga ega bo'lish kerak. Bugun dunyodagi raqobat global darajada, oliy ta'limning rivojlanish yo'nalishlari global darajada, umumiy jihatlariga ega. Mana bu farmon bizni shu global maydonga olib chiqyapti. Farmondagi oliy o'quv yurtlariga mustaqil ravishda o'zini rivojlantirishga qarorlar qabul qilishga vakolatlari kengaytirib berilyapti. Har bir universitet o'zining imkoniyatidan kelib chiqib, o'zini rivojlantirishidan kelib chiqib, qanday qilib oldingi pozitsiyalarga chiqish kerak, qanday qilib kadrlarni, buyurtmachilarni ehtiyojini qondirish kerak. Buning uchun barcha imkoniyat ochib berilyapti va eng muhimi ta'limda, ta'lim texnologiyalarida, raqamli texnologiyalarni joriy etishda, sun'iy intellektni joriy etishda oliy o'quv yurtlariga keng imkoniyat yaratilib berilyapti. Bu degani oliy o'quv yurti o'zi imkoniyati mavjud, o'zi topish kerak yo'lni, o'ylash kerak, ilm, fan orqali o'zini joyini topish kerak. Hamda davlat tomonidan berilayotgan barcha imkoniyatlarni
olish uchun o'sha salohiyatga chiqishi kerak bo'ladi. Davlatimiz rahbari ta'lim, tarbiya, tadqiqot, tijoratlashtirish va tizimli takomillashtirish bo'yicha alohida vazifalarni belgilab berdilar. Bu nimalarni beradi? Toshkent arxitektura qurilish universitetini oladigan bo'lsak, qurilishdagi islohotlar, qurilish materiallarini takomillashtirish bo'yicha, ularni mahalliylashtirish bo'yicha, yangi qurilish materiallarini ishlab chiqarish bo'yicha kadrlarni yetishtirish bizning asosiy vazifalarimizdan biri. Davlatimiz rahbari imzolab bergan farmonlarida mutaxassislar tayyorlash, o'rta bo'g'in, oliy ta'lim mutaxassislarini va uni ilmiga kirib, ilmi bilan demak masalalarni yechish va ularga yengil yechimlarni berish bo'yicha bir platforma yaratildi. Bu imzolangan platformada biz universitetlar juda ko'p ishlar qilishimiz mumkin. Davlatimiz rahbari juda ko'p yoshlarimizni kelajagi bo'lsa, har yig'ilishlarda ta'kidlab o'tadilar. Bularni bo'sh qolmasligi bo'yicha, bitirgunga qadar ular ish bilan ta'minlash bo'yicha juda ko'p kuyinadilar. Bitiruvchilarimiz yangi ishga borgandan keyin ish beruvchi uni yana o'rgatadi. Tilga yoki yana sohaga. Bu farmondagi mazmun mohiyatlardan bittasi, biz talabani bitirgungacha kutib turmaymiz. 2-chi, 3-chi, 4-chi kurslarda ham ish bilan, dual ta'lim bilan ta'minlab beramiz. Ular ilmini birinchi o'rganadi, mutaxassis bo'lib chiqishadi. Ilmiy ishi bo'lsa, uni tatbiq qila oladi, fikrini ayta oladi va biz dual ta'lim platformasi asosida sanoatdan ularni bilimini tekshiramiz. Hurmatli prezidentimiz imzolagan farmonda milliy agentlik tomonidan, demak, universitetlarning milliy reytingi tashkil qilingandan keyin milliy reytingga qarab, mana shu top U10 dasturi e'lon qilingan, ya'ni O'zbekiston 10 ta universitet, reyting ballari yuqori bo'lgan universitetlarga 150 milliard so'mgacha qo'shimcha daromad berish ko'zda tutilgan. Bu juda ham katta motivatsiya. O'zbekistonda ikkita narsa xorijiy talabalar uchun, ya'ni Study in Uzbekistan platformasi ishga tushishi. Bugungi kungacha hammamiz bilamiz, O'zbekistonga o'qish istagi bildirgan xorijiy talabalar kelib, hujjat topshirib, qiynalib yurardi. Bugun mana platforma orqali topshiradi va butun yagona tizim bo'ladi. Bu juda katta raqobat maydoniga aylanadi. Toshkent davlat tibbiyot universitetida so'nggi yillarda mana bir qancha islohotlar amalga oshirilib, talabalar bilimini baholash bo'yicha test markazida test topshirish yoki bo'lmasa imtihon turlari bo'yicha bir qancha masalalarimiz bor edi. Bu masalaga ham juda katta yechim berilganki, ya'ni talabalarni faqatgina test topshirish emas, mutaxassisligiga qarab imtihonlarda, ya'ni ularni mustaqil fikrlash doirasini baholash tizimlari ham joriy qilinyapti. Bu shifokor uchun juda ham kerak. Sababi shifokor nafaqat shifokor, balki insonlar bilan muloqotga kirishish, insonlarni bugun dardini eshita bilish va qolaversa ularga to'g'ri tashxis qo'yish, to'g'ri maslahat berish kabi ko'nikmalarga ega bo'lish kerak. Qolaversa, farmonda ish beruvchi yangi universitetlarga qabul qilinayotgan professor o'qituvchilarda xorijiy mexanizm joriy qilinadi. Ya'ni ular bilan tuzilayotgan shartnoma muddatlarini ish beruvchi tomonidan belgilashi. Aytaylik, biz ish beruvchi sifatida o'sha ish bersak, 1 yil o'tgandan keyin uni natijasi bo'yicha keyingi yil shartnomani uzaytiramizmi? Bu ham katta motivatsiya bo'ladi. Ya'ni pedagoglar o'rtasida sog'lom raqobat bo'ladi. Oliy ta'lim tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni oliy ta'lim tizimini rivojlantirish, takomillashtirishda yangi bir sahifa ochadi deb o'ylayman. Oliy ta'lim tashkiloti nafaqat ta'lim, tarbiya, tadqiqot markazi emas, balki tadqiqot natijasida olingan ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish va bu orqali umumiy holatda oliy ta'lim tizimida mavjud islohotlarni tizimli takomillashtirishga qaratilgan asosiy bir bo'g'it sifatida qaratilyapti. Farmonning muhim bir jihatlari O'zbekistonni bugungi kunda aynan xalqaro miqyosdagi integratsiyasiga berilayotgan urg'u bo'lib hisoblanadi. Chunki qaysi bir sohasini olib qaramaylik, barchasi xalqaro nufuzli tashkilotlar bilan kelishilishi, ularni tanlov komissiyalariga kiritilishi, qaysi ma'noda ularning fikrlarini olinishi, bu olib borilayotgan o'quv uslubiy ishlari, ilmiy tadqiqot ishlarini aynan xalqaro miqyosdagi integratsiyasini ta'minlash, ularni xalqaro darajalarga yetkazish masalasini qo'yadi. Bugungi kunda agar faqatgina ilmiy texnik kengashlarni xulosasi bilan loyihalar moliyalashga tavsiya etiladigan bo'lsa, endigi farmon bilan belgilanyaptiki, bevosita soha tashkilotining ijobiy xulosasi hamda mazkur yo'nalishda faoliyat olib borayotgan xalqaro tashkilotlarning ijobiy xulosalari asosida loyihalarni moliyalashtirish masalalari ko'rilyapti. Qo'yilgan vazifalarni o'z vaqtida va sifatli ijro etishda albatta tizim zimmasiga katta mas'uliyat yuklanadi. Tizimli takomillashtirish konsepsiyasini amalga oshirish bevosita aynan shu auditoriyada yoki laboratoriyada tadqiqot olib borayotgan talaba, professor, o'qituvchini kichik mehnatlari natijasida umumlashib yaxshi natijalarni beradi deb o'ylayman. O'zbekistonda o'tgan davr mobaynida va bugungi kunda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, yaratilayotgan imkoniyatlar, sharoitlar bu vazifalarni o'z vaqtida va to'laqonli bajarish imkoniyatini beradi.